Bozordagi ishlatilgan iPhone'larning deyarli hammasi musor. Nechun deysizlarmi? Ko'rsangizlar Face ID ishlamaydi, даже krishkasi ochilib yotibdi, batareyasi yo'nqisi rasvo, kamerasida dog'i bor, ekrani ishlamaydi. Xullas, shunday problemalar ko'payib ketgan hozir. Shunday holatlar bo'lib turibdi. Batareyaning yo'nqisi o'zi 60-70%, ichine chip qo'yib turibdilar, 90 etib sotib turibdilar. Bizlarda esa har bir sotiladigan ishlatilgan iPhone 22 bosqichda tekshiruvdan o'tadi. Tekshiruvdan o'tsagina sotib chiqadi. U yerda nima tekshiruvlar bor? 2 dona sim kartasi o'tganmi ekan? Ekran sozmi? Asosiy kamera, frontal kamera ishlab turibdimi? Face ID'si даже nima qara? Suvdan himoyasi bormi degan narsasi ptichkasi bo'lgandan keyin o'tdi degandan keyingina servis tomonidan tekshirib, undan keyin sotib chiqadi. Ya'ni siz Texnobozordan oladigan har bir telefoningiz 22 bosqichda tekshiruvdan o'tmayinchasidan chiqmaydi. Ya'ni 100% soz holatdagi ishlatilgan iPhone'lar asosi bo'ladi. Batareyasiga keladigan bo'lsangiz, bu telefonlar 13 Pro Max telefonlarni o'zi chiqqandan 4 yil bo'ldi. 70-80% tushib qolgan, 90% qolmagan. Biza shuning uchun bularga original toza batareya qo'ydik. Vlogozlashtirsa ham 100% ishlaydi. Ya'ni bu 100% batareya bilan, originali bilan sizlar yana 3 yil ishlatib 80% qolgan vaqtda 2 sezda o'zlaringiz olamiz. Har bir telefon bemalol kelib tekshirsangiz bo'ladi, ichida pasporti bo'ladi. Ya'ni tekshiruv bo'yicha batareyasi haqida gaplashib turdik. Batareyasi yana bunda 100%. Ko'rdingizmi? Bu navoda ya'ni bu original batareya qo'yilgan ya'ni. Объектом устройства. Еще o'rnidan tekshirsangiz bo'ladi. Akkumulyator BU. İçine girerse işin ptichkasi bo'lsa originalda ya'ni. Ya'ni bu servisda ofitsialniy batareya qo'ygan. Qiziqligini ko'rsataman. Bemalol kelasizlar, suv diqasizlar. Ular keyin ketaverasizlar. Nechun aytibman, bularni hammasida suvdan zashta degan joyini biz 100% tekshirtirganmiz, aniqgina. Suvdan zashtasi bor. Shuningdek, mazali, original 100% ishonchli telefonlar kerak bo'lsa, Texnobozorga kelaverasizlar. Asosiy joyini aytaman. İşletilgan telefona 13 ay garantiya beramiz. Bundan ham qiziqli joyi. Shu daraja ishonamiz mahsulotimizni. Ikkitasiz 5 kun ichida prosta sizga yoqmasa almashib beramiz. 15 Pro kerak bo'lishi mumkin, 16 Pro Max kerak bo'lishi mumkin. Menga yaxshiroq versiyasi, ya rang yoqmadi desangizlar ham almashib beramiz. Nechun? O'zimizga ishonamiz bemalol. Texnobozor shunday ishonchli narsalarni sotish orqali vaqt ulashadi. Hammangizni Texnobozorning filiallarida kutib qolamiz.